odam o'ldirmagan, jang ko'rmagan odamlar urush haqida har doim baralla urushga yetakay hamma. Bularga o'sha yaxshi iqtisod, yaxshi loyihalar, yaxshi daromad. O'zbekiston yumshoq siyosat qilyapti. Afg'onistonga nisbatan qattiq Qattiq bo'lish bo'lish kerak kerak. degan odamlar umrida Katta kuch bo'lsa, ularni boshqarib turadigan, albatta. ularni tizigini ushlab turadigan. Qanday qani kecha-yu kunduz jangdan boshlansa birlikda odamlar bo'lsa. Tolibonmi, boshqa kuchmi mana masalan. Ular bilan qarang, strategiyada eng yaxshi narsasi raqibing bilan u eng o'zini noqulay his qiladigan sohada gaplashish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ma'lumingizki, so'nggi paytlarda Diplomat universitetida siyosiy tadqiqotlarga, izlanishlarga yetakchi mutaxassis va ekspertlarni jalb qilgan holda jahon siyosatining dolzarb mavzulariga bag'ishlangan davra suhbatlari o'tkazishga, bu masalalarda tahliliy materiallar tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. Shu olib borilayotgan ishlar silsilasida mana bugundan e'tiboran universitetimizda Diplomat podkasti o'z faoliyatini boshlaydi. Bu podkastga biz taniqli siyosatchilar, iqtisodchilar, biznes vakillarini jalb qilgan holda sizlar uchun qiziq bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan masalalar bo'yicha masalalarni muhokama qilamiz va sizlarni qiziqtirayotgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bugungi birinchi podkastimizni mavzusi Afg'oniston. Kuchli davlatlar manfaatlari kesishayotgan hududga aylanib borayotganligi va buning natijasida Markaziy Osiyoda, mintaqada geosiyosiy vaziyatni murakkablashib borayotganligi to'g'risida. Albatta, Afg'onistonga qo'shni davlat sifatida biz bu yerda kechayotgan jarayonlarga befarq qarab tura olmaymiz. Biz Afg'onistonni nafasini, iforini har kuni sezib boramiz. Bu yerda sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar, terroristik amallardan biz ham aziyat chekamiz. Mamlakatimiz rahbariyati bugungi kunda Afg'onistondagi voqelikni inobatga olib, bu yerda pragmatik siyosatni olib bormoqda. Mamlakatni iqtisodiy tiklanishida, bu yerdagi mavjud iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni hal qilishda qo'ldan kelganicha yordam bermoqda. Yaqinda Afg'oniston va Pokiston chegara hududlarida sodir bo'lgan qonli harbiy to'qnashuvlar rostdan ham hammamizni xavotirga soldi va mintaqadagi barqarorlik masalasi nechog'lik ta'minlanganligi to'g'risida yana savollarni yuzaga keltirdi. Bu to'qnashuvlar ortida nimalar yotibdi? Bu keskinlik Markaziy Osiyodagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Umuman olganda Afg'onistondagi ichki vaziyat qanday rivojlanyapti? Bu savollarga javob berish uchun biz bugun studiyamizga iqtidorli siyosatshunos, Afg'oniston masalalarida ko'p yillardan beri tadqiqotlar olib borayotgan, bizni universitetimizda dars berayotgan Istiqbolli xalqaro tadqiqotlar instituti eksperti Hamza Boltayevni taklif qilganmiz. Hamzaxon, xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, Anvar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamzaxon, aytingchi, bu to'qnashuvlar, bu keskinlikni orqasida nima turibdi? Umuman olganda 19-oktyabrda Doha shahrida Turkiya va Qatar vositachiligida ikki tomon o'rtasida erishilgan sulh shartnomasi naqadar qanchalik mustahkam va qanchalik davomdor. Umuman bu shartnoma tomonlar o'rtasidagi muammolarni hal qildimi? Avvalambor o'sha kirishda aytib o'tdingiz, Afg'oniston masalasi juda ham bu kecha kunduzda nafaqat Markaziy Osiyoda yoki Janubiy Osiyoda yoki Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan davlatlar uchun muhim, balki xalqaro maydonda ham Afg'oniston masalasi juda ham dolzarb hisoblanadi.
Birinchidan. Ikkinchidan, o'sha Pokiston va Afg'oniston o'rtasida yuz bergan o'sha chegaradagi harbiy operatsiyalar va ikkala mamlakat o'rtasida, qurolli to'qnashuvlarning sulh bilan yakunlanishini o'zi bir katta yutuq deyish mumkin. Lekin ushbu, judayam o'rinli savol-da. Bu sulh shartnomasining qay darajada, bardavomligi bu albatta uni vaqt ko'rsatadi. Sababi Pokiston ham, Afg'oniston ham o'zlarining, strategik maqsadlariga erisha olgani yo'q. O'sha chegaradagi to'qnashuvlarni oldini olish yoki kelajakda har ikkala mamlakat o'rtasida ishonchni mustahkamlash sohasida. Nimaga? Biz bilamizki, har ikkala mamlakat o'rtasida uzoq yillardan buyon, davom qilib kelayotgan do'stona munosabatning ham va o'zaro, raqobatga moyilligi bo'lgan yoki bo'lmasam o'zaro dushmanona kayfiyatning ham eng katta sabablaridan biri bu Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi de facto chegara, chizig'i rolini bajaruvchi Durand chizig'iga ikkala tomonning ham munosabatlaridagi farq sababda. Mana ko'p tadbirlarda yuramiz, konferensiyalarda yuramiz. Masalan, Pokistonda ham, Afg'onistonda ham va boshqa mamlakatlarda ham Afg'oniston masalasi bo'yicha suhbatlashganimizda afg'onistonlik ekspertlar hattoki u Tolibonni, hozirgi hokimiyatni qo'llab-quvvatlaydimi, qo'llab-quvvatlamaydimi farqi yo'q. Pokistonlik mutaxassislar bilan suhbatlashganini eshitib qolganimizda Durand chizig'i bo'yicha ularning munosabatlari tubdan farqli. Afg'onlar asosan hokimiyatdagi hozirgi hokimiyatda kim bo'lsa o'sha Tolibondan tortib toki oddiy afg'on fuqarosigacha Durand chizig'ini Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara sifatida tan olmaydi afg'onlar. Pokistonliklar tan oladi. Nimaga afg'onlar tan olmaydi? Chunki afg'onlar aytadiki, bu kolonial davrdan qolgan, o'ziga xos yodgorlik va biz uni tan olmaymiz deydi. Va, nimaga hozirgi bu kecha kunduzda shu masala juda ham dolzarb? Sababi o'sha de facto chegara vazifasini o'taydigan chiziqni har ikkala tomonda ham pushtunlar bor. Va har ikkala tomondagi pushtunlar ham, masalan, Afg'oniston tomonidagi pushtunlar bu hozirgacha kunduzda o'sha Tolibonni tarkibida asosiy, rolni o'ynayotgan qavm hisoblansa, Pokiston tomonidagi pushtunlar esa Pokistonni nazdida judayam ko'plab o'sha terroristik hujumlarning yoki bo'lmasam ekstremistik faoliyatning orqasida turgan kuchlar sifatida qaraladi. Va, Pokistonni xatti-harakatlariga baho bersak judayam qiziqda. Masalan, hozirgacha kunduzda judayam, sanoqli mamlakatlar o'z milliy xavfsizligini yoki o'zini hududidagi, chegarasidagi tahdidlarga qarshi kurashda boshqa qo'shni davlatning hududida harbiy operatsiyalar bajaradigan davlatlar soni judayam kam. Kim masalan hozirda? Rossiyani olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa Isroilni olishimiz mumkin. Janubiy Osiyoda Pokistonni olishimiz mumkin. Pokiston o'z hududidagi o'zini milliy xavfsizligiga yoki xavfsizligiga, nafaqat milliy xavfsizligiga, balki umumiy xavfsizligiga va farovonligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid qilyapti deb baholagan kuchlarni Afg'oniston hududida turib, bombardimon qilib, harbiy operatsiyalarda yo'q qilishga harakat qilyapti. Va bu, o'ziga xos, Pokistonni so'nggi paytlardagi xalqaro maydondagi faollashuvini kuzatishimiz mumkin-da. Masalan, Pokistonni bilamiz, juda ham ko'p ichki muammolar mavjud. Iqtisodiy sohada, moliyaviy sohada juda katta muammolar bo'lishiga qaramasdan, xalqaro maydonda juda ham faol. Yaqindagi o'sha, adashmasam 2025-yil may oyida Hindiston bilan bo'lgan, juda qisqa muddatda to'qnashuvlarni olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, 2021-yilda Tolibon hokimiyatga kelgandan beri, menimcha adashmasam 3-chi yoki 4-chi Afg'oniston hududida harbiy operatsiyalarni bajarish bo'ladi. Durand chizig'ini yoki bo'lmasam o'sha TTP deymiz, Tehrik Tolibon Pokistonni faoliyatiga qarshi Afg'oniston hududida harbiy operatsiyalarni amalga oshirgan 3-chi yoki 4-chi, chegara to'qnashuvlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari harbiy operatsiyalarni, Eron Islom Respublikasi hududida ham amalga oshirdi 2024-yilda. Qisqasi Pokiston juda ham faol mintaqada. Nafaqat bu, ritorik nuqtai nazardan yoki bo'lmasam diplomatik nuqtai nazardan faol. Balki, proaktiv o'zini milliy xavfsizligiga bo'lgan tahdidlarni
bu judayam qiziqda. O'zining milliy xavfsizligi yoki xavfsizligiga bo'lgan tahdidlarni qurol kuchi bilan o'zga mamlakat hududida amalga oshirish bo'lgan faoliyati ham juda ham Pokistonni tashqi siyosat yuritishda juda ham aktiv ekanligini ko'rsatib beradi. Lekin o'sha Dohadagi yutuqlarni yana bir ta'kidlashimiz joiz. Dohadagi shartnoma hozirgi kecha kunduzda uzoq muddatli ikkala mamlakat o'rtasidagi uzoq muddat mobaynida hal qilmay kelinayotgan masalalarga yechim bo'lgani yo'q. Shunchaki o'sha hozirgi kundagi to'qnashuvning aktiv fazasini to'xtatishga qaratilgan juda ham yaxshi bir yutuq sifatida ko'rishimiz mumkin. Lekin buni kelajagi qay darajada bardavom bo'lishini hech kim bilmaydi. Chunki muammoni tegi o'zaga hal bo'lgani yo'qda. Ikkala mamlakat o'rtasida ishonch paydo bo'lgani yo'q bu bilan. Har ikkala mamlakat, ayniqsa Pokiston, shu paytgacha Tolibonni o'zi qo'llab-quvvatladi. Tolibon hokimiyatga kelgan bo'lsa, lekin Tolibon hukumatini tan olgani yo'q. Bunga juda ham ko'p sabablar bor o'ziga xos. Lekin fakt shundan iboratki, Tolibonni siyosiy kuch sifatida Afg'onistonda legitim hokimiyatligini tan olgani yo'q. Faqatgina Rossiya hukumati tan olgan. Lekin shuncha qo'llab-quvvatlagan bo'lishiga qaramasdan Pokiston tan olgani yo'q. Va Afg'oniston hududida Afg'oniston bilamiz, Afg'oniston va Pokiston o'rtasida juda ham katta iqtisodiy, savdo nuqtai nazaridan hamkorlik juda ham kuchli. Chegara hududida o'sha Duran chizig'ida To'rxam degan o'sha punkt bor. 3-4 ta punkt bor. Eng asosiy, eng kattasi To'rxam bo'ladigan bo'lsa, To'rxamdan o'tib qaytadigan tovarlar juda ham ulkan. Pokiston o'ziga import qiladi, Afg'oniston o'ziga eksport qiladi. Agarda tasavvur qilaylik, Pokistonni nuqtai nazaridan Afg'oniston ularni Pokiston hukumatini gapiga quloq solmaydigan xatti-harakatlarni qiladigan bo'lsa, To'rxam postini yopib qo'yadi. Bu ya'ni o'zini iqtisodiy yoki bo'lmasam odamlar o'rtasidagi munosabatlar, ya'ni migratsion nuqtai nazardan Pokistonga bo'lgan Afg'onistonni tobeligidan siyosiy maqsadlar yo'lida foydalanadi. Bu o'ziga xos bo'lgan richak deyishimiz mumkin. Pokiston Afg'onistonga nisbatan. Shunday. Tushunarli Hamzaxon, albatta ko'rinib turibdi muammolar talagini. Toliblar va Pokiston bir-biri bilan o'zaro bog'liq ko'p jihatdan va shu bilan birga xavfsizlik masalasida ularning o'rtasida katta tafovutlar bor, katta ziddiyatlar bor. Mana shu o'rinda bir savol tug'iladi. Aytingchi, mana 1995-yilda Afg'onistonda fuqarolar urushi natijasida toliblar birinchi marta iqtidorga kelganlarida o'sha paytda toliblarni siyosiy maydonga keltirgan ham Pokiston edi. Juda qo'llab-quvvatlab turdi. Qo'llab-quvvatlardi har doim. Birinchilar qatorida tan olgandi. Toliblarga har tomonlama yordam, siyosiy, iqtisodiy, harbiy yordamni ko'rsatib kelardi. O'sha paytda ham Durant chizig'i mavjud edi. O'sha paytda ham qochqinlar muammosi bor edi. O'sha paytda ham hozirgi tahriki Tolibonga o'xshagan Pokiston ijtimoiy siyosiy hayotini islomlashtirish talabi bilan chiqqan qator harakatlar o'sha paytda ham chegara hududlarida faol edilar. Nima uchun toliblar 2021-yilda ikkinchi marta iqtidorga kelganda Tolibon Pokiston hukumati toliblarni qo'llab-quvvatlamadi? Nima uchun bularni ziddiyatlari hal bo'lish o'rniga chuqurlashib bormoqda? Judayam o'rinli savol. Nimaga desangiz, Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlarni tarixi juda ham uzoqqa borib taqaladi. Ayniqsa hozirgi aytishimiz mumkin, Pokiston bilamizki, o'sha Sovet ittifoqi davrini olaylik. Sovet ittifoqi 1979-yilda Afg'oniston hududiga bostirib kirishi va Afg'oniston o'zi mujohidlar harakatining faoliyati va ularni g'arbiy Yevropa mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va unda ya'ni umuman olaylikki, Sovet ittifoqiga qarshi yagona Afg'oniston hududidagi yagona frontda Sovet ittifoqiga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida turganda Pokiston bir paytlar. Bunday davrda kimlar bo'lgan? Birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni, Pokistonni o'zi, hattoki Xitoy Xalq Respublikasini qo'llab-quvvatlagan. Va
biz bilamizki tarixdan endi uzoq tarixga sho'ng'imaymiz, lekin Peshovar yettiligi degan mujohidin harakatini yuragi bo'lganda va ularni barchasida trenirovочный lagerlar deymiz. Bularni barchasi hozirgi Afg'oniston hududida va Durand chizig'idan quyida joylashgan hududlarda bo'lgan. Adashdim, Pokiston hududida deganim. Pokiston hududi o'ziga xos poligon vazifasini bajargan, ya'ni Sovet Ittifoqiga qarshi radikal islomiy g'oyalar bilan to'yingan, o'limdan qaytmaydigan va o'zicha muqaddas o'sha jihod, Sovet Ittifoqiga qarshi jihod e'lon qilgan kuchlarni har qanday trenirovочный lagerlar o'sha hozir Pokiston hududida joylashgan. Endi Sovet Ittifoqi quladi. 1991-yil yo'q bu yoqda Sovet Ittifoqi. Lekin radikal g'oyalar bilan zaharlangan, asosiy maqsadi butun dunyoda islomiy g'oyalarni, islomiy davlatni o'rnatish kerak degan g'oyalardan sug'orilgan va shu g'oyalar bilan o'sgan avlodni birdaniga qurolsizlantirish mumkin, lekin ularni miyasidagi g'oyalarni olib chiqib bo'lmaydi. Va ular sekin-sekin o'sha Tolibon harakatiga aylandi. Va Tolibon harakati hokimiyatga keldi 2001-yilda. Va bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yuz bergan o'sha 2001-yildagi terroristik hujum natijasida butun dunyoda o'sha terrorizmga qarshi kurash yangicha xalqaro munosabatlarda yangicha juda katta burilishlar paydo bo'ldi. Va o'sha Usama bin Ladenning Afg'onistonda taxminan yashiringanligi va Afg'oniston hududiga ittifoqchilarning kelishi va umuman Tolibonning birinchi hokimiyatining qullatilishi va Afg'onistonda yangicha hokimiyatning tuzilishi va oxir-oqibatga kelib 2021-yilda Afg'onistondan ittifoqchi kuchlarning chiqib ketishi va Tolibonning yana qaytib hokimiyatga kelishi. Tolibonning yana qaytib hokimiyatga kelishda yordam bergan kuchlar orasida Pokiston juda ham eng muhim o'rinda turadi. Undan tashqari Eron Islom Respublikasi juda ham muhim o'rinda turadi. Va qiziqda, masalan, nimaga shuncha darajada qo'llab-quvvatlasa ham nimaga tan olmadi? Tushundim hozir. Mani shaxsiy yondashuvim bor shundan iboratki, nimaga Pokiston Afg'onistonda Tolibon hukumati legitimligini tan olmaydi? Tasavvur qilaylik, Pokistonning mintaqadagi eng katta bosh og'rig'i deylik qaysidir? Bu Hindistonda, albatta. Mana shu hujumlar, munosabatlarning chigarlashuvi yuz berayotgan paytda muttaqi Hindistonga tashrif buyurdi. Tasavvur qiling, agarda Pokiston Tolibon hukumatini legitim Afg'onistondagi legitim kuch sifatida tan olsa, bu men o'ylashimcha Afg'onistonga juda katta bir sovg'aday, ehtiromday qabul qilish mumkin Afg'onistondagi hozirgi hukumat. Ya'ni o'ziga xos legitimligiga ega bo'lgan kuchlar yoki davlat har qanday davlat bilan diplomatik yoki boshqacha munosabatlarni shakllantirishga haqqi bor. Tasavvur qilaylik, ertaga legitim Tolibon hukumati Afg'onistonda Hindiston bilan 5 yillik strategik shartnoma imzoladi. Xavfsizlik borasida, iqtisodiyot borasida, yoki bo'lmasam madaniy gumanitar sohada, yoki investitsiya borasida, yoki savdo hamkorligi borasida hamkorlik qilish bo'yicha. Biz o'ylaymizki, Pokistondagi ma'muriyat uchun bu narsa yoqadimi? Albatta yoqmaydi. Demak, Pokistonning Afg'onistonda Tolibon hukumatini rasman tan olmasligi bilan bir qatorda Afg'oniston hududidagi fuqarolik jamiyati institutlari bilan Pokistondagi fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida munosabatlarni shakllantirish va bir paytni o'zida fuqarolik jamiyati institutlarining eng katta vazifalaridan, eng katta oldiga qo'yadigan maqsadlardan biri nima? Qanday inson huquqlari yoki bo'lmasam ayollar huquqlari bo'yicha juda katta kamchiliklar yuz beryapti-da hozirgi Afg'oniston hududida, to'g'rimi? Bularni eng dunyoga baralla ovozlar bilan aytayotgan ekspertlar orasida pokistonliklar juda ham ko'p. Demak, Pokistonni biz mani yondashuvim shundan iboratki, Pokiston Afg'onistonga nisbatan ikkita shoxchali strategiya amalga oshiryapti-da. Birinchisi, rasman Tolibon hukumatini tan olmaydi va o'ziga xos Tolibon hukumatiga nisbatan o'zini maxsus kanallari orqali o'ziga xos Afg'oniston hududidagi inson huquqlariga zid keladigan ba'zi bir qoidalar yoki ba'zi bir tamoyillar yoki ba'zi bir qonun qoidalarni Afg'oniston hududida Tolibon tomonidan joriy qilinishini orqasida hech kim garantiya bera olmaydi.
Pokiston maxsus xizmatlari yo'qligiga. Mhm. Bu bir. Ikkinchidan, afg'on jamiyatida Tolibondan norozi bo'lgan Tolibondan norozi bo'lgan kayfiyatdagi aholi bilan ham har doim yaxshi munosabatlarni saqlab qolish kerak-ku Pokiston uchun. Mhm. Ya'ni Tolibonni qo'llab-quvvatlab, keng xalq ommasini qo'llab-quvvatlanishidan mosuvo bo'lib qolmasligi uchun Afg'oniston hududida Pokistondagi mashhur institutlar, fuqarolik jamiyati institutlari orqali hamkorlikni saqlab qolishga harakat qilyapti. Mhm. Bu juda ham o'ziga xos smart deymiz, juda ham Mhm. samarali bo'lgan strategiya deyishimiz mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda Pokistonni eng ko'p qo'llab-quvvatlayotgan mamlakatlardan biri bu albatta Xitoy Xalq Respublikasida. Xitoy Xalq Respublikasini rasmiylari, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasining tashqi siyosatiga javobgar bo'lgan siyosiy qaror qabul qiluvchi shaxslarning chiqishlarini yoki bo'lmasam so'zlarini eshitadigan bo'lsak, ular doim aytib keladiki, biz Afg'oniston hududida Afg'oniston bilan munosabatlarimizni qurishimizda Pokiston milliy xavfsizligi linzasi nuqtai nazaridan yoki Pokiston milliy xavfsizligi bilan bog'liq manfaatlarni inobatga olgan holda Afg'oniston bilan munosabatlarni quramiz deydi. Mhm. Demak, Xitoy ham Pokistonni eksklyuziv manfaatlarini Afg'oniston hududida tan oladi. Mhm. Mhm. Orqasida shunday kuchlar borda Pokiston. Tushunarli. Albatta, Hamzaxon, tushunarli. Bu yerda demak, judayam Pokiston puxta o'ylangan siyosatni olib boryapti toliblarga. Mani fikrimcha, ruslarda bir anaqa bor, politika knuta и пряника degan. Shunaqa. Chunki zarur paytda kerak bo'lsa o'sha kuchini ishlatadi. Zarur paytda yaxshi so'zlar bilan boshqacha siyosatni olib boradi. Xuddi shunaqa. O'ziga xos ikkita siyosat aytib o'tganingizdek. Hamzaxon, mana siz Xitoy omilini aytib o'tdingiz. Man yana bir Amerika AQSh omili to'g'risida ham savolim bor edi. Ma'lumki, o'sha AQSh toliblar bilan 2021-yilda Doha kelishuvlari asosida o'z qo'shinlarini mamlakat ichkarisidan olib chiqib ketdi. Va shu bilan AQShni mintaqadagi nufuzi, ta'siri birmuncha kamaygandek. Shu bilan birga bugungi kunda AQSh toliblarni o'sha Doha shartnomasi shartlarini bajarmaganlikda, hukumatni uzurpatsiya qilganligida, terroristlarga boshpana berayotganligida ayblab keladi. Yaqinda mana AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'onistondagi Bagram aeroportini AQShning tasarrufiga qaytarish lozimligi to'g'risida bayonot chiqdi. Endi hozirgi paytda AQSh go'yoki G'azo masalasi, Ukraina urushi, mana Venesuela masalasi muammosi bilan band bo'lgandek ko'rinadi. Lekin baribir oxir oqibatda ertamen-indin bu masalaga yana qaytiladi. Mana shu yuzaga kelgan sharoitda sizni fikringiz qanaqa? Misol uchun, AQSh yuzaga kelgan sharoitda Pokiston imkoniyatlaridan foydalanib Afg'onistonda terroristlarga zarba berish bahonasida qandaydir bir harbiy amaliyotni o'tkazib o'zini nufuzini, ta'sirini mintaqada tiklashi mumkinmi? Manimcha, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini Afg'oniston hududida o'sha Bagram borasidagi Tramp ritorikalari yoki bo'lmasam Bagramda ba'zi bir harbiy operatsiyalar qilishimiz mumkin, Bagramni tortib olib qo'yishimiz mumkin kabi ritorikalarni orqasida biron bir fundamental bir markaziy yoki bo'lmasam Janubiy Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlarini nufuzini mustahkamlashga qiladigan harakatlarni, strategik harakatlarni ko'rayotganim yo'q. Umuman kuzatishimiz mumkin Amerika Qo'shma Shtatlarini hozirgi ma'muriyatini boshqa masalalardagi chiqishlari, bayonotlari, ayniqsa Donald Tramp boshqa masalalardagi o'sha Xitoy bilan savdo urushi borasidagi, Yevropa mamlakatlari bilan savdo urushi borasidagi barcha ritorikalarni bir sarhisob qiladigan bo'lsak, bu ham shu navbatdagi ritorikaga o'xshashi mumkin.
Lekin muhimi shundaki, o'sha Trampni ba'zi bir ritorikalari, ba'zi bir chiqishlari, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'sha do'q po'pisalarni tranzaksionizm sifatida baholash mumkinda. Ya'ni shunaqa deb qo'rqitib, muzokaralar stoliga olib kelib, qandaydir bir qisqa muddatli manfaatlarni strategik emas, ba'zi bir taktik manfaatlarga erishish uchun shunchaki bir ritorik chiqishlar, bayonotlar sifatida qarashimiz ham mumkin. Lekin bu albatta bunday bayonotlarning, bunday chiqishlarning orqasida hech qanday asosli gaplar yoki manfaatlar, xatti-harakatlar yo'q deb ishonch bilan aytishi o'zi ham noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Qaraydigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarini har qanday oladigan bo'lsak, harbiy operatsiyasi yoki bo'lmasa boshqa operatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan biron bir davlat bo'lishi kerakda. Masalan, hozirgi kunda Tramp ritorikalariga qaraydigan bo'lsak, o'sha general Munirni bir necha bor maqtab Twitterlarda yozishi, ya'ni general Munir bilamiz, Amerika Pokistonda harbiylarning qudrati juda ham kuchli. Va endi Trampni o'ziga xos taktikalardan biri shunday deb o'ylayman. Ya'ni har qanday davlat bilan munosabatlarni yaxshilashda, o'sha ayniqsa ham Pokistonga, Rossiyaga, Xitoyga o'xshagan xarakterdagi siyosiy tizimi o'zgacha bo'lgan davlatlar bilan munosabatlarni shakllantirishda yoki yaxshilashga harakat qilishdan oldin u albatta o'sha davlatning liderlariga juda ham yoqadigan yoki liderlarni maqtaydigan gaplarni gapiradi. General Munirni maqtayotganligini yoki unga bo'lgan o'ziga xos ishonchini, kuchliligini izhor qilayotganligini orqasida albatta Afg'oniston bilan munosabatlarda yoki bo'lmasam Eron bilan munosabatlarda Pokistonni yordamiga umid qilayotganligidan ko'rishimiz mumkin. Pokiston bilan biz bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarini xavfsizlik borasidagi munosabatlari juda ham mustahkam bo'lgan bir paytlar. Xavfsizlik borasidagi munosabatlarning bunaqangi 180 gradusga boshqa davlat manfaati yo'liga o'zgarib ketishi bu tarixda juda ham kam holatlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Pokiston hozirgacha kunduzda o'zini 80% ga yaqin qurol-yarog'ni Xitoydan sotib oladi. Bir paytlar bunaqa narsa bo'lmagan, bir paytlar Amerika Qo'shma Shtatlaridan sotib olgan. Bu o'ziga xos ulkan strategik yutqizish deyish mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari nuqtai nazaridan Pokistonga. Ya'ni Pokiston shunday qo'ynidan nima deyiladi? Metaforik nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, Pokiston shunday o'zini qo'ynidan chiqarib, boshqa o'zini raqibini qo'yniga berib qo'ydi deyishimiz mumkin-da. Lekin shunday sharoitda Amerika Qo'shma Shtatlariga balans, mana Janubiy Osiyoda balansni ushlash juda ham murakkab. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyga qarshi o'zini strategik 21-asrdagi juda katta manfaatlarida Hindistonga tayanishi o'z oldiga maqsad qilib qo'yganda. Agar shunday strategiyasi bo'lib turgan bir paytda Pokiston bilan yaqinlashuvni o'zi u manfaatlarga bolta uradi. Agarda Markaziy Osiyoga yoki bo'lmasam Afg'oniston bilan bog'liq masalalarni hal qilishida Pokistondan uzoqlashishi o'zi ham Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlariga zid bo'ladi. Qarang, shunday bir murakkab vaziyat. Albatta. Qanday strategiya qilish kerakki, oxir-oqibatda u strategiya Amerika Qo'shma Shtatlarini eksklyuziv manfaatlarini amalga oshirsin. Bu juda ham murakkab. Shunday murakkab sharoitda men o'ylaymanki, bunaqangi balandparvoz gaplar va do'q po'pisalarni biron bir samara berishiga shubham bor. Yoki bo'lmasam 2-3 ta tomogavkasini otishi mumkin. Bu qanday strategik manfaatga olib keladi oxir-oqibatda? Ishonmayman. Qanaqadir bir ulkan bir o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari xohlagan bir natijaga olib kelishiga men ishonmayman, lekin qanaqadir bir mintaqada xaosni yoki bo'lmasam to's-to'polonni yuzaga keltirishi mumkin. Balki maqsad shu hamdir. Unday bo'ladigan bo'lsa, biron bir narsaga erishishi mumkin. Lekin uzoq muddatli strategik ahamiyatga ega bo'lgan manfaatlari ro'yobga chiqarishga qaratilgan siyosat yuritmoqchi bo'lsa, albatta mintaqa mamlakatlarda o'zini tayanchi bo'lishi kerak. Yoki u Hindiston ko'rinishida, yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari ko'rinishida, yoki bo'lmasam Pokiston ko'rinishida. Juda ham to'g'ri fikrlarni aytdingiz, Hamzaxon. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqada ko'p tomonlama
strategiyani olib borishyapti. Har tomonni o'ylagan holda. O'ylaymanki, Afg'oniston masalasi Markaziy Osiyo davlati rahbarlari va AQSh prezidenti o'rtasidagi erta-indin bo'ladigan sammitda ham markaziy o'rinlarni birini tutadi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari uchun Afg'onistondagi siyosatni olib borish uchun, demak, Markaziy Osiyo davlatlarini siyosati juda ham muhim o'rin tutadi. Albatta. Qanday voqealar rivojlanishini albatta biz faqat kuzatib qolishimiz mumkin. Endi nazarimizda albatta Afg'oniston atrofida yuzaga kelayotgan geosiyosiy vaziyat nazarimizda Markaziy Osiyo davlatlari uchun ma'lum bir yangi tahdidlarni yuzaga keltiradi. Qurilishi rejalashtirilayotgan Transafg'on temir yo'li, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri qurilishini loyihalarini yana qiyinlashtiradi. Yaqinda biz guvohi bo'lganimizdek, mana shu oxirgi loyiha Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri loyihasi keyingi paytda ozgina faollashdi. Buni ko'rib turibmiz. Mana yaqinda Serxatabad Herot yo'nalishidagi gaz quvuri qurilishi yaqinda taqdimoti bo'ldi, rasman ochildi. Tolibon hukumati bosh vaziri o'rinbosari Abdulg'ani Birodar yaqin kuni kecha, demak, Kobulda Saudiya Arabistonining Delta kompaniyasi rahbarlaridan birini qabul qilib, demak, o'sha loyihani moliyalashtirish to'g'risida u bilan suhbat olib bordi. Ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya tomoni bu loyihaga moliyalashtirishga rozilik bergan. Siz nazaringizda qanday bu keskinlik, bu yuzaga kelayotgan vaziyat mintaqada Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qiladi? Endi Markaziy Osiyo mamlakatlarini Afg'oniston bilan bog'liq munosabatlarida juda ham ko'p tashvishda, juda ham ko'p murakkab vaziyatlardan tashqari imkoniyatlar ham mavjudda. Birinchi navbatda Markaziy Osiyo mamlakatlari biron bir dengizga chiqish yo'llariga yoki bo'lmasam iqtisodiy jihatdan rivojlanib borayotgan mintaqalarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'qda. Agarda Hindiston bilan yoki bo'lmasam Ko'rfaz, ya'ni Yaqin Sharq mamlakatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan bo'lsak, biz yoki Eron orqali o'tishimiz kerak, yoki Janubiy dengizlarga chiqmoqchi bo'lsak, o'sha Chabahar portiga chiqadigan bo'lsak, Afg'oniston orqali o'tishimizga to'g'ri keladi. Hindistonga boradigan bo'lsak ham o'zaro masalan o'sha transport koridorlari orqalimi yoki bo'lmasam gaz quvurlari orqalimi yoki bo'lmasam elektr energiyasi u yerga Hindiston hududiga juda katta bozorda Janubiy Osiyo. Subkontinent 1,5 milliard Pokistonnikini oladigan bo'lsak, faqat 1,8 milliard odamda shuncha iqtisodiy potensialda katta bo'lgan mintaqaga o'zini energiya manbalarini eksport qilish yoki ular bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatlar o'rnatish juda katta manfaat keltiradi Markaziy Osiyo mamlakatiga. Nafaqat O'zbekistonga, balki Qozog'istonga ham, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham. Lekin bunda baribir Afg'oniston kerak. Juda katta o'sha shaxmat doskasidagi juda katta figurada Afg'oniston. Shunday bo'layotgan bo'lsa, Afg'oniston bilan munosabatlarimizni yangicha darajaga ko'tarishimiz maqsadiga muvofiq. Ya'ni hozirgacha kunda O'zbekiston Afg'onistonga nisbatan tashqi siyosatidagi strategiyasini qanday nomlash mumkin? Nomi qanday? O'zbekiston nima xohlaydi Afg'onistonda? Yoki bo'lmasa O'zbekiston Afg'oniston siyosatini bitta nom bilan qanday nomlash mumkin? Masalan, prezidentimiz har doim aytadi: biz Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajratmas qismi sifatida qaraymiz. Bu bitta konsepsiyada. Va bu konsepsiya juda katta, o'sha umbrella deylik, bu bitta katta shunaqa bir zontiki, barcha faoliyat mana shu konsepsiya asosida shu tagiga qurilishi kerak. Oldingi administratsiya davrida eng katta tashvish bu xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgandi. Hozir unday emas. Hozir pragmatizm va iqtisodiy integratsiya Afg'oniston bilan. Iqtisodiy integratsiyani o'ziga xos qanday deb atash mumkin? Buni
man o'zim atayman, har o'zim yozgan maqolalarimda va ishlarimda, intervyularimda har doim aytaman buni. Iqtisodiy konvergensiya deyman. Iqtisodiy konvergensiya degani nima degani? Afg'oniston va O'zbekistondan tashqari Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zlarini iqtisodiy, transport sohasidagi, savdo sohasidagi, diplomatik sohadagi va hattoki harbiy o'sha xavfsizlik sohasidagi manfaatlarini Afg'oniston bilan uyg'unlashtirib integratsiya qilish kerak. Va bu integratsiya jarayoni albatta o'sha yuqorida aytib o'tilgan O'zbekiston, Afg'oniston Markaziy Osiyoning ajralmas bir qismi degan konsepsiyani realizatsiya qilishga ulkan hissa qo'shadi. Va bu iqtisodiy konvergensiyani keyingi bosqichlari albatta bu strategik konvergensiya bo'lishi kerak. Strategik konvergensiya degan nima degan? Bu faqat iqtisodni o'z ichiga qamrab olmaydi. Bu chegara hududlaridagi ikkala davlatning chegara hududdagi aholisi o'rtasida munosabatlarni mustahkamlashga olib keladi. Bu faqatgina poytaxt munosabatlari emas, balki chegara hududdagi xalq, ya'ni community deymiz, chegara oldi hududlarda yashovchi aholi o'rtasidagi munosabatlarni ham mustahkamlanishga olib kelish kerak. Va bu sohada Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z faoliyatini koordinatsiyalashtirishi kerak. Ya'ni O'zbekiston Termiz Kargo markazini bilamiz. O'sha yerda afg'onliklar kelib 15 kungacha vizasiz o'sha yerda yashab, davolanib, mehmonxonada tunab yoki bo'lmasam savdo sotiq qilib, xohlagan narsasini sotib olib ketishi mumkin. Bu faqat O'zbekiston yondashuvida. Bunga o'xshash Turkmanistonda ham, Tojikistonda ham yondashuv bor. Lekin ahamiyati va darajasi farqli. Bunda nima qilishimiz kerak? Bu Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston chegara oldi afg'on xalqi bilan bo'lgan munosabatlarini o'zaro koordinatsiya qilish kerak. Uyg'unlashtirish kerak. Yondashuvni uyg'unlashtirish kerak. Shu kecha kunduzda ham O'zbekiston uchun asosiy prioritet pragmatizm va iqtisodiy hamkorlik, investitsiyalar va integratsiyani kuchaytirish bo'ladigan bo'lsa, Tojikiston uchun eng katta strategik maqsad bu hali ham xavfsizlik. Xavfsizlik, albatta. Buni ham to'g'ri tushunamiz. Nimaga desa, Tojikiston juda ham katta ulkan hududi bor. Albatta. Va u yerda terroristik hujumlar, tahdidlar bor. Lekin bu degani iqtisodiy Afg'oniston hududidagi iqtisodiy potensiallarga ko'z yumishlar degani emasda. Ishlashimiz kerak bo'lgan jihatlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Va bunda albatta nafaqat Hindiston bilan, balki Pokiston bilan munosabatlarni ham yaxshilash kerak. Fizikada juda bir qiziq gap bor-da. Entanglement deydi. Strategik, ya'ni entanglement degani ikkita o'sha kosmosdagi ikkita anaqani частицani, nima deyman, zarrachalar. Ikkita zarrachalarni har qanday masofa bo'lishidan qat'iy nazar bir-biriga ulash mumkin-da. Tortishadi. Va o'sha ulangan narsani bittasiga ko'rsatilgan ta'sir ikkinchisi albatta o'zini namoyon qiladi. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlari Afg'oniston masalasida Pokiston bilan juda ham yaqin munosabatlar o'rnatish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu degani o'sha strategik entanglementga olib keladi. Ya'ni Afg'onistonda yuz berayotgan jarayonlarni to'g'ri yoki bo'lmasa pragmatik yechimini topishimizda Islomoboddagi kayfiyat bilan Toshkentdagi kayfiyat yoki bo'lmasa Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridagi kayfiyat bilan juda ham bog'liqda. Juda nozik masalalarda. Pokiston xohlamaydi o'zini burnining tagida Pokistonni strategik xavfsizlik borasidagi yoki iqtisodiy borasidagi yoki umuman boshqa sohadagi strategik manfaatlariga bolta uradigan kuchlarni Afg'onistonda bo'lishini xohlamaydi. Bu endi realistik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa shundayda. Albatta Hamzaxon, siz o'sha ikkita mintaqa, ya'ni Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi mintaqaviy bog'liqlikni ta'minlashda Afg'onistonni omilini ta'kidlab o'tdingiz, aytib o'tdingiz. Haqiqatan bu juda ham muhim omil. Afg'onistondagi vaziyat qanday bo'lishi demak, albatta ham Markaziy Osiyoga, ham Janubiy Osiyoga katta ta'sir ko'rsatadi. Bevosita shundan bir savol kelib chiqadi. Afg'onistonning ichkarisidagi vaziyat qanaqa? Afg'oniston toliblar mamlakatdagi iqtisodiy ijtimoiy muammolarni qanday hal qilyaptilar? Keyin toliblar shu mamlakatda turli chekkalarida faoliyat ko'rsatayotgan ba'zi bir radikal tashkilotlar, harakatlar faoliyatini jilovlash imkoniyatiga egami?
mana kuni kecha toliblar hukumatini xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri Qobul shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Rossiya, Eron va Xitoy elchixonalariga IShID Xuroson jangarilari tomonidan terroristik amal oshirilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Undan keyin ko'p ma'lumotlarga ko'ra, keyingi paytlarda Afg'onistonni ba'zi bo'laklarida Al-Qoida yana kuch to'playapti. Bu kuchlarni faoliyatini cheklashga, jilovlashga toliblar qodirmi? Va umuman olganda ichki vaziyat mamlakatda nechog'lik barqaror? Menimcha juda ham o'rinli savol, chunki Afg'oniston hududidagi hozircha yagona kuch bo'lgan siyosiy birlik yoki siyosiy kuch bu albatta Tolibon hisoblanadi. Biz Tolibonni tan olmaganmiz rasman, O'zbekiston ham, boshqa biron bir markazchi mamlakatlar, hattoki Tolibon bilan Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan bironta davlat Tolibonni siyosiy kuch sifatida yoki Tolibonni Afg'onistondagi legitim ma'muriyat sifatida hech kim tan olmagan. Faqatgina Rossiya tan olgan, boshqa bironta davlat tan olmagan. Demak, shunday sharoitda, ya'ni o'ziga xos global izolyatsiya deyishimiz mumkindir. Hech kim tan olmaydi. Lekin tan olmasligiga tan olmagan taqdirda ham biz pragmatizm zontigi ostida yoki pragmatizm bayrog'i ostida Afg'oniston yoki Tolibon hukumati bilan muzokaralarni, savdo sotiq borsak hamkorlikni, transport koridorlari borsak hamkorlikni O'zbekiston saqlab qoldi. Va Markaziy Osiyo boshqa davlatlar ham saqlab qolyapti. Pokiston ham amalga oshiryapti, Eron ham, Hindiston ham va Xitoy Xalq Respublikasi ham. Hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zlari ham ba'zi bir masalalarda Tolibon hukumati vakillari bilan, masalan, olishimiz mumkin o'sha haqqoniy tarmog'ini yetakchisi bo'lgan Sirojiddin Haqqoniy bilan muzokaralar olib boryaptilar. Demak, global izolyatsiya bo'lishi bilan bir qatorda ba'zi bir masalalarda Tolibon hukumati bilan muzokaralar olib borilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali yoki bo'lmasam boshqa uchinchi davlatlar orqali, o'sha g'arb davlatlari nuqtai nazaridan. Shunday sharoitda Afg'oniston hududida xavfsizlikni ta'minlash borasida Tolibon tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, men o'ylashimcha, sezilarli ishlar amalga oshiryapti. Juda ko'p do'stlarimiz mana yaqinda o'zimiz hamkasbimiz borib keldi yoki bo'lmasam boshqa o'sha blogerlarni ko'rishimiz mumkin Afg'oniston hududiga borgan. Savol beradigan bo'lsangiz agar, qanday Afg'oniston hududi, masalan, Tolibon hokimiyatda, xavfsizmi, boshqami desa, bemalol harakat qilib kelyapmiz. Agar kerak bo'lsa, oldimizga yana bitta o'sha xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha vakil qo'shib beradi, yonimizda yuradi, bizning xavfsizligimizni ta'minlab. Kim qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, hech kim endi o'zbek xalqida aytadigan, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, mushugini hech kim pish demaydi. Oddiy ko'chada yurgandan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan shu. Yoki bo'lmasam aytib o'tdingiz o'rinli tarzda o'sha terroristik guruhlarni faollashuvi deyishimizda. Endi solishtirib ko'radigan bo'lsak, Tolibon hokimiyatga kelmasdan oldin Afg'oniston hududida qancha terroristik harakatlar bo'ldi-yu, hozir qancha? Endi ko'pchilik aytadi, bevosita Tolibon hokimiyatga kelmasdan oldin juda ko'p terroristik hujumlarning orqasida Tolibon o'zi turgan deydi. Endi hozir Tolibon hokimiyatda o'zini qilmaydi-ku deyish mumkin. Lekin bu narsa faktligicha qoladi-da. Hokimiyatda Tolibonmi yoki boshqa narsami? Xalq uchun tinchlik bo'lgani baribir muhim. Bu bilan men Tolibonni oqlayotganim yoki Tolibon hokimiyatda bo'ldi, vaziyat juda ham yaxshi deyotganim yo'q, lekin raqamlar baribir ko'p narsani hal qiladi. Uni biz xohlashimiz mumkin, xohlamasligimiz mumkin, biz yoqtirishimiz mumkin, yoqtirmasligimiz mumkin, lekin raqamlar baribir o'z so'zini aytadi. Va kelgusida Afg'oniston hududida xavfsizlikni ta'minlash borasida Tolibonning qobiliyati qanday degan savolga albatta kelgusida kelajakni hech kim bilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, Tolibon hukumati amalga oshirayotgan ishlar bor-da, bir nechta. Masalan, olishimiz mumkin, o'sha 2000 mamlakat iqtisodini oyoqqa turg'izish yoki mamlakatda iqtisodiy sharoitni yaxshilashga qaratilgan harakatlarni qilmayapti deyishi o'zi noto'g'ri. Nimaga desa,
endi Afg'oniston har bitta davlat o'zini nisbiy afzalligidan foydalanadi. Afg'onistonda nisbiy afzalligi nima? Afg'onistonda konlari bor, juda ham ko'p qazilma boyliklari bor. Ularni eksport qilish yoki bo'lmasam uchinchi mamlakatlar bilan o'sha o'z hududida shunaqangi tabiiy boyliklarini qazib olish yoki ulardan daromad keltirishga qaratilgan xatti-harakatlarni qilyapti. Xitoy bilan hamkorlik qilyapti, O'zbekiston bilan hamkorlik qilyapti, Yaqin Sharq mamlakatlari bilan, Qatar bilan, Saudiya Arabistoni bilan, Birlashgan Arab Amirliklari bilan va hattoki Eron bilan juda ham shu borada ya'ni o'zini tabiiy boyliklarini qazib olish, ularni qayta ishlash va ularni eksport qilish borasida juda ham shartnomalar imzolab amalga oshiryapti. Yoki bo'lmasam O'zbekistonlik tadbirkorlar yoki bo'lmasam O'zbekiston davlatini o'zi ham Afg'oniston hududida transport kommunikatsiya sohasida yoki bo'lmasam zavod fabrikalar qurish borasida masalan yaqinda o'sha sementni qayta ishlash bo'yicha kelishuvlar bo'ldi. Yoki bo'lmasam o'sha asfalt ya'ni yo'l qurish yoki temir yo'l qurish borasida O'zbekistonni faoliyatlarini tahsinga sazovor qilish O'zbekiston tomonidan amalga oshirayotgan faoliyatni masalan maqtash mumkin-da. Ya'ni ijobiy baholash mumkin. Bu narsalarning barchasi men o'ylaymanki Tolibon hukumati vakillari qay darajada bo'lsa ham kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, ya'ni o'z xalqi oldida yoki bo'lmasam o'zini afg'on xalqi oldida o'zini mas'uliyatli deb his qiladigan siyosiy birlik sifatida o'ziga qarayotganligini kuzatishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam yana bitta narsani aytishimiz mumkinki, jinoyatchilikka qarshi kurashish yoki bo'lmasam o'sha xavfsizlikni ta'minlash borasida ko'zga ilinadigan ishlardan biri bu yaqinda o'sha 2 yil oldin ma'lumotlar chiqdi. Ya'ni Afg'oniston Tolibon hukumati Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Afg'oniston hududida kameralar, ya'ni kuzatuv kameralarining sonini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Bu albatta o'sha xavfsizlikni ta'minlashi yoki bo'lmasam xavfsizlik haqida qayg'urayotganligini namoyon qiladigan xatti-harakatlardan biri deyishimiz mumkin. Lekin qay darajada muvaffaqiyatli amalga oshiradi buni albatta buni vaqt ko'rsatadi. Va albatta izolyatsiyada yoki bo'lmasam xalqaro hamjamiyatning bosimi ostida Afg'onistondagi Tolibondan biron bir ijobiy narsani kutib qolishi o'zi bir noto'g'ri-da. U uchun albatta yordam ko'rsatishga emas, prezidentimizdan har doim aytamizki, Afg'onistonni agar Afg'oniston haqida haqiqatan qayg'urish niyating bo'lsa, unga yordam qilish niyating bo'lsa, masalani siyosiylashtirmaginda, endi o'zim tilim bilan aytadigan bo'lsam, prezidentning gaplarni. Masalani siyosiylashtirmaginda afg'on xalqiga tegishli bo'lgan o'sha 7 milliard dollardan iborat bo'lgan mablag'ni, muzlatilgan mablag'ni yechish, afg'on xalqi foydalansin undan. Shu gapni gapirib kelalardan prezident. Bu nimaga kerak bu narsa? Bu Tolibonning cho'ntagiga ketmaydi-ku. Afg'on xalqida. Endi uni albatta nazorat qilish kerak-da, uni mexanizmini ishlab chiqish kerak-da. Ko'rona uni taqiqlagandan ko'ra uni yechish kerak-da u pulni. Afg'on xalqiga, ya'ni Tolibonga emas, afg'on xalqiga, shunga muhtoj bo'lgan xalqi cho'ntagiga yoki xonadoniga borishini ta'minlaydigan mexanizmni yaratish kerak va o'sha mexanizm ustida ishlash kerak. Qabzaxon juda ham to'g'ri fikrlar aytdingiz. Men ham sizni fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan ham izolyatsionizm siyosati, har qanday cheklovlar, qiyinchiliklar tug'dirish har bitta hukumat uchun katta muammolarni tug'diradi. Agar Afg'oniston misolida qaraydigan bo'lsak, toliblar misolida qaraydigan bo'lsak, mana shu nochorlik, iqtisodiy nochorlik boshqa effekt beradida, radikallashuviga, terroristlarning faoliyatining kuchayishiga olib keladi. Shu o'rinda Abror aka, shu o'rinda muhim narsa bor. Albatta gapiring. Ya'ni bizchi Markaziy Osiyo mamlakatlari yoki bo'lmasam Afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlar shunaqangi siyosat shakllantirishimiz kerakki, u siyosatni realizatsiyasida yoki amalga oshirilishida Tolibonni afg'on jamiyatidan alohida biron bir siyosiy birlik sifatida qarash kerak emas. Tolibon bizga yoqadimi, bizga yoqmaydimi? Yoki bo'lmasam Tolibonni qaysi xatti-harakatlarini biz o'zimiz xohlagan yo'nalishga burishimiz yoki burmasligimiz mumkinmi yoki mumkin emasmi? Undan qat'iy nazar Tolibon afg'on jamiyatining bir a'zosi. Demak, shu reallikdan kelib chiqqan holatda tashqi siyosatni amalga oshirish kerak. Bizda ham juda ham ko'p mutaxassislar bor. Bilasizmi nima deydi? Biz juda ham yumshoqmiz Tolibonga nisbatan.
Biz realistik bo'lishimiz kerak Tolibonga nisbatan. Mana Tolibon Qo'shtepa kanalini qazyapti. Ruxsat berishimiz kerak emas unga nisbatan. Xo'p. Endi judayam bir qiziq maqol borda O'zbekistonda, o'zbek xalqi orasida. Ona mana har doim aytadilarki, bolam tanqid qildingmi, taklif qil, taklif qildingmi, yordam. To'g'ri. Hozirgi siyosatimiz judayam yumshoq ekanligini tanqid qildingmi, alternativ siyosat taklif qiling. O'sha siyosatni taklif qildingmi, uni amalga oshirish bo'yicha o'ziga xos nima deydi anaqa chora-tadbirlar yoki ssenariylarni ishlab chiqishda ham yordam qiling. Men o'ylashimcha O'zbekistonni Afg'onistonga nisbatan tashqi siyosati juda ham yumshoq emas. Bu pragmatizm. O'sha yuqorida aytdik-ku, biz aytyapmizki, Afg'onistonni O'zbekiston kamchiliklardan xoli emas, albatta kamchiliklar bor. Hay barakallah qilib biz faqat maqtayotganimiz yo'q, siyosatimiz zo'r deb. Biz aytyapmizki, to'g'ri yo'nalishda deyapman. Meni shaxsan fikrim, hozirgi O'zbekiston hukumatining Afg'onistonga nisbatan siyosati men to'g'ri yo'nalishda deb o'ylayman-da. Bunda kamchiliklar bormi? Albatta kamchiliklar bor. Eng katta kamchiliklardan biri men o'ylashimcha, bu ushbu siyosatni qo'llab-quvvatlaydigan akademik support deymiz inglizchasiga. Akademik support degani ba'zi bir siyosiy g'oyalarimiz va konsepsiyalarimizni ilmiy asoslantirilgan xulosalar bilan boyitishimiz kerak va xalqaro maydonda uni baralla aytishimiz kerak. Ana o'shanda O'zbekiston siyosatini qay darajada to'g'ri va ilmiy asoslanganligiga ishonch ortib boraveradi. Shu nuqtai nazar yo'nalish to'g'ri deb o'ylayman. Lekin bu to'g'ri yo'nalishni yana ham boyitish imkoniyati mavjudmi? Albatta mavjud. Hamzaxon haqiqatan masalalar ko'lami keng Afg'onistondagi. Ayniqsa Afg'onistondagi o'sha biz siz bilan mana shu podkast davomida Afg'oniston ichkarisidagi vaziyatni ham, tashqarisidagi vaziyatni ham har tomonlama siz bilan muhokama qildik, fikr almashdik. O'ylaymanki, bizni tomoshabinlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob hosil qildilar. Fursatdan foydalanib men sizga sizni keyingi siyosiy izlanishlaringizda yangi zafarlar tilab qolaman va kelasi podkastlarda yana ko'rish umidini bildiraman. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, podkastimiz nihoyasida men pokistonlik adib Alloma Iqbolni Afg'oniston to'g'risidagi mashhur to'rtligi bilan yakunlamoqchi edim. Agar Osiyo suv va loydan yasalgan tana bo'lsa, afg'on millati bu tananing yuragidir. Agar yurak buzilsa, butun Osiyo buziladi. Agar yurak sog'lom bo'lsa, butun Osiyo sog'lom bo'ladi. Mana shu to'rtlik bilan biza bugun muhokama qilgan barcha savollarga javob berdik deb o'ylayman. Bugungi podkastimiz shu joyda nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Mana bu gaplashdik, juda ham yaxshi fikrlar almashdik. Mikrofonlarni yechib qo'ysa ham bo'ladi endi. Qanaqa chiqdi endi? Menimcha rasmiy chiqdi juda. Bu sekin bo'ladi.